Azizlar, sabr tog'i haqida to'xtalamiz. Sabr nima degani? Sabr arab tilida ho'kiz degani. Nima uchun tog'iga bunaqa nom qo'yildi? Shunga qaraganingizda, ya'ni yotgan nimaga o'xshar ekan? Yotgan ho'kizga o'xshaydi. Hozir ko'ramiz, shu tog' yotgan ho'kizga o'xshaydi. Shuning uchun sabr deb qo'yilgan. Bu sabr tog'ida azizlar, Rasululloh alayhisolatu vassalom bilan birgalikda bir voqea bo'lgan. Rasululloh alayhisolatu vassalom Makka davrida Amul Huzn, ya'ni risolatda, payg'ambarlikda 10-yilida Rasululloh alayhisolatu vassalom amakilari Abu Talib vafot etadi. Abu Talib o'zlari musulmon bo'lmasalar ham, islom dinini qabul qilmagan bo'lsalar ham, musulmonlarga va islomga ko'p foydalari tekkan. U kishi qo'rg'on edi. U kishi borligida dushmanlar ochiq oyda aziyat qila olmasdi, ozor bera olmasdi. Abu Talib vafotlaridan keyin mushriklarni, ya'ni musulmonlarga bo'lgan aziyatlari, ozorlari oshkora bo'ldi. Biroz vaqt o'tganidan keyin payg'ambar alayhisolatu vassalom ayollari Hadisha onamiz ham vafot etadi. Islomda bu eng katta bir musibatlardan bo'lganligi bois ulamolar sirat kitoblarida payg'ambarlikda 10-yili Amul Huzn, mahzunlik yili, xafalik yili deb nom berishdi. Nima uchun bunaqa nom berishdi? Musulmonlarga va Rasululloh alayhisalomga aziyatlar juda ko'payib ketdi. Mana hozir shular borasida biroz to'xtalamiz. Rasululloh alayhisalom Ka'bani oldida namozga chiqsalar, sajdalari uzoq davom etar edi. Uzoq sajda qilar edilar. Shunda Uqba ibn Abu Muayt aytdiki, kim mana shu falon joyda bitta tuya so'yilgan? Kim o'shani tuyani ichak shavog'ini, qornini olib kelib sajdada bo'lgan payti boshiga qo'yadi deb aytgan ekan. Va o'zi shu ishni bajargan ekan. Borib o'sha tuya qornini, ichak shavog'ini payg'ambar alayhisolatu vassalom boshlariga qo'yadi sajda vaqti. Juda og'ir. Sahoba-i kiromlar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, bizlar o'sha yerda edik. Lekin musulmonlar zaif bo'lganligi uchun, bizlarga ozorlari, aziyatlari kuchli bo'lganligi uchun bizni payg'ambar alayhisolatu vassalom ustlaridan, yelkalaridan, boshlaridan haligi najosatni, haligi tuyani qornini biz ola olmasdik. 7 ta mushrik mana shu ishni qilgan ekan, azizlar, 7 ta. Juda masxara qilib, kulib, shunda bir kishi borib payg'ambar alayhisolatu vassalom qizlari Fatima radhiyallohu anha onamizni chaqirib keladilarda, arablarda bir or nomus bor ediki, ayollar aralashgan ishda ular aralashmas edi, qaytarishmas edi. Payg'ambar alayhisalom qizlari Fatima radhiyallohu anha onamiz kelib, o'sha aziyatni bartaraf qilib, yig'lab duo qilgan ekan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, birinchi o'sha Badr jangida men o'sha 7 ta mushrikni hammasini xor bo'lib o'ldirilganligini ko'rdim dedilar. Va yana mana shu yili payg'ambar alayhisolatu vassalom yuzlariga mushriklar tuproq sochgani va shunga o'xshash holatlar kuchayib ketdi. Rasululloh alayhisalom o'yladilarki, Makka endi mushriklari aziyatlari oshkora bo'lganidan keyin boshqa bir shaharga da'vat qilsam, Makkadan keyingi katta shahar bu Toif ekan. Toif shahriga borganlarida ham Toif ahli yaxshi kutib olmadi azizlar. Esi pas yosh bolalarni hammalariga tayinladiki, bu bizni yurtimizga, bizni hududimizga kelgan
ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalom va Zayd ibn Sobit, Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhuni toshbo'ron qilishlikka buyuradi. Payg'ambar alayhisalom Toifda ya'ni da'vat uchun borgan edilar, islomni tanishtirish uchun, islomni ta'limi uchun borgan edilar. Xalq toshbo'ron qilib nima qildi? Qishloqdan chiqishlikka majbur bo'ldilar. 3,5 kilometr shu holatda quvib kelgan ekan. 3,5. Mana shu holatda Alloh subhanahu va taolo tog' farishtalarini jo'natdiki, farishtalar kelib, "Yo Rasululloh, siz buyuring. Mana shu shaharda, mana shu yurtni ikki tomoni tog' bilan o'ralgan ikkita tog'ni birlashtirib qo'yamiz. Ikkita tog'ni birlashtirib qo'yamiz." Shunda Rasululloh alayhisalom aytdilarki, "Men umid qilamanki, bu qavmni avlodidan haqiqiy islom da'vatchilari, haqiqiy islomga amal qiluvchilar chiqadi." Mana payg'ambar alayhisalomni bir go'zal, kechirimli sifatlarini ko'ryapmizmi azizlar? Rahmatan lil alamin. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot payg'ambar alayhisolatu vassalom sifatlari mana shunaqa edi. Mushriklarning aziyati kuchayib, oxiri payg'ambar alayhisolatu vassalomni o'ldirishlikkacha bordi. Ya'ni har bir qabiladan, 12 ta qabiladan eng jasur, eng salobatli, mohir jangchilarni tayinlab payg'ambar alayhisolatu vassalom uylarida yotgan vaqtlarida birgalikda kirib o'ldirishlik rejasi tuzildi. Mana shu holat payg'ambar alayhisolatu vassalomga bildirilganda payg'ambar alayhisolatu vassalom o'rinlariga Hazrat Ali karramallohu vajha turdilarda, o'zlari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uylariga borib, ya'ni Makkadan chiqib ketishlik borasidagi fikrlarini aytdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mana shu holatga tayyorgarlik ko'rib yurgan ekan. Qachon bo'lsa ham payg'ambar alayhisalom bilan birga bu yoqdan chiqishligimiz tayin. Ikkita tuya hozirlab qo'ygan ekan. Payg'ambar alayhisalomdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu izn so'radiki, "Men ham shu siz bilan birga hamsafar bo'lsam." Rasululloh alayhisalom Abu Bakr Siddiqni o'zlari bilan hamsafarlikka ruxsat berdilar. Asmo binti Abu Bakr, ya'ni Abu Bakr qizlari Asmo, Oysha radhiyallohu anha opalari aytadilarki, insonni xursandchiligidan yig'laganini mana shu payt ko'rdim dedilar. Rasululloh alayhisalom hamsafarlikka ruxsat berganlarida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xursandchiligidan yig'lagan ekanlar. Va qizlari Asmo o'g'illari Abdullohga buyurdilarki, "Biza shu Savr tog'i tomon boramiz. Birlaringiz Makkadagi holatni xabarini berasizlar, birlaringiz bizlarga taom olib borasizlar" deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu butun oilalari bilan birgalikda payg'ambar alayhisalomning himoyachisi bo'ldi. Mana haqiqiy do'st, mana haqiqiy ummat, haqiqiy muhabbat. Otalari Abu Quhofa, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu otalari Abu Quhofa ko'zlari ko'rmay qolgan edi. Keldilarda holatni eshitib, "Abu Bakr, sizlarga bir yegulik ham, pul ham qoldirmagan bo'lsa kerak, shundan qo'rqaman" dedi. Asmo binti Abu Bakr Siddiq aytdilarki, bir ko'zaga bular pullarini bir ko'zaga saqlar ekan, ko'zani ichiga mayda kichkina toshchalar bilan to'ldirib, ustiga bir matoni qo'yib, o'sha dodalarini, qo'llarini olib kelib o'shani ustiga qo'ydida, mana shuncha pulimiz bor. Xavotir olmang deb, qarang. Asmo binti Abu Bakr zotun nitoq, ya'ni o'sha payg'ambar alayhisalom safarga chiqayotgan paytlari meshlari, suv oladigan idishlari og'zini yopishlari kerak edi. Darhol o'sha oldilaridagi
nima desak bo'ladi, belbog'ni shuni yirtib og'zini yopganiga payg'ambar alayhisalom aytdilarki, bu ayol belbog' egasi degan bir laqab berdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qizlari Asmo binti Abu Bakr, demak zotin nitoq o'sha belbog' egasi nimasini oldi? Taxallusini, laqabini, kuniyasini. Payg'ambar alayhisolatu vassalom Savr g'origa kelib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan joylashdilar. O'sha holatda darhol bir o'rgimchak kelib g'orni oldiga nima qildi? O'zini inini qurdi. Juda qalin qilib. Bir kaptar ham kelib o'sha yerda tuxum qo'ydi. Haligi mushriklar e'lon qildiki, kim Abu Bakr va payg'ambar alayhisalomni topsa, yo tirigi yo o'ligini olib kelsa, biza 100 ta tuya beramiz har biriga dedi. 200 ta tuyani qo'liga kiritishlik uchun mohir o'sha istoparlar, mohir o'sha askarlar yo'lga chiqdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom izlarini yo'qotishlik uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tayinlab qo'ygan ekanlarki, ozod qilgan qullari, qo'ylari bilan ular yo'lga o'sha yo'llarni birgalikda bosgan yo'llarini izini yo'qotishlik uchun podani haydab o'tib ketar ekan. Izam yo'qolib boradi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom mana shu Savr g'orida turgan